Hurmatli kuzatuvchilar, shaharda o'zi 2 xonali kvartira narxi 35 ming dollargacha bo'lib turgan bir paytda hozir men sizlarga suv xo'jaligi joylashgan 8-maktabdan o'tganda chap qo'lda 7-ko'chaga to'g'ri keladigan ko'chalar mana shunaqa chiroyli asfalt qilingan, old sotixli, ishxonasi yashashga tayyor hovlimizni hozir sizlar bilan birgalikda obzorni ko'rib chiqamiz. Hovlimizga kirish darvozalari mana shunaqa holatda, navis holatda qilib qo'yilibdi va bu tomonimizga umumiy 3 ta xonamiz tushgan. Hovlimiz bu tarafida esa suv zaxira uchun 20 tonnali suv yomkichlarni qo'yib qo'yilgan. Bu tomonga esa motorlar o'rnatib qo'yilgan, kanal suviga ulab qo'yilgan, ichimlik suvi ham kirgan. Ushbu xonadonimiz uglovoy holatda joylashgan, xohlovchilar uchun old sotiq alohida qo'shimcha joy mavjud. Bemalol bu tarafdan darvozalarni ochib olishingiz mumkin. Yonida ham ko'chalari bor. Ko'rib turibsizlar, огородlarda mevali daraxtlar bor va bu tomonda umumiy 3 ta xonamiz mavjud. Zinadan chiqib kelganimizda birinchi bo'lib bu tomonimizda alohida bitta xonamiz mavjud. Buni kattalar yotoqxonasi uchun mo'ljallangan. Buni o'zining ichida sanuslari bor. Remontlarni ham yashashga tayyor holatda qilib qo'yilibdi. Va bundan o'tgandan keyin umumiy yana 2 ta xonamiz mavjud. Ushbu xonalarimiz uy daxliz ko'rinishida bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, remontlarni chiroyli holatda, yashashga tayyor holatda qilib qo'yilibdi. Bu yerda ham o'zining alohida sanuzlari mavjud. Isitish tizimlari uchun truba montajlarini tayyor holatda qilib qo'yilibdi. Oyog'imizdagini ko'rib turibsizlar, stachka holatda parketga tayyor qilib qo'yilgan. Ushbu xonadonimiz kommunallar keladigan bo'lsak, suv, svet bor, hujjatlar isloy joyida. Narxlar keladigan bo'lsak, narxlarni uy egalari aytishlari bo'yicha srochniy pul kerakligini uchun so'rashyapti. Narxlarini qulay qilib berishadi. Egalar nomerlarini video ostida qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib baraka qilishingiz mumkin. Ushbu xonadonim sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib, o'z fikringizni izohlarda qoldirishingiz mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.